2026-yil 17-fevral. Bugun nima deydi? Bugun toza havo sihatgohidamiz. Shu sihatgohga yuragim yaxshi emas. Kelib agar bir 10 minut yursam birpasda o'tib ketadi. Shuning uchun bu yerda nimaga shu nima deydi? Bu videorolikda alohida kursdoshlarimga olyapman. Shu bir kun yakshanbaga kim xohlasa yotib ketish imkoniyati ham bor. Shu bahor oylariga. Endi hozir fevral, lekin bugun kun issiq. Shu martda oxirlariga, xohlasanglar aprelda boshiga. Endi to'g'ri to'planyapmiz ham bu ham lechfak, ham petfak uchun. Kelsanglar, kelib aylanib ketishinglar mumkin. Bir mahalga ovqat qilib beraman. Kim xohlasa o'zini suv bilan, demak, pirojnik, pechenye yoki qiladigan o'zini bir niyati bilan kelaveradi. Asosan sportniy kiyimda kelish kerak. Hozir manzaralarni ko'rsataman va demak bu sizlar uchun taklif. Mana bu yerda nariga, adirda narigi tomonda ham archalar bor. Endi hozir yig'ishtirib ketyapti. Mana bu yoqlarda ham archalar bor. Endi aslini olib qaraganda mana bu yerda katta asfalt yo'limiz ham bor. Shu asfalt yo'lda yursangiz qandaydir nafasingiz ochilmaydi-da. Lekin mana shu archaning tagida yursam, mana hozir taxminan tagida yuribman, ochilib ketadi. Endi mana o naryoqda sanatoriyamiz, mana hozir yaqinlashtirib ko'rsataman. Bu yerda ham qattiq remont ishlari ketyapti. Endi kim xohlasa, majbur emas, lekin didor g'animat deydi. Endi nima deydi? Hayotimizni soat millari to'xtash arafasida. Endi uni tan olib aytish kerak. Biologik mavjudotga hammamiz o'lamiz. Lekin mana shu joy umrni uzaytirishi mumkin degan fikrdaman. Shuning uchun mana hozir mana shu archalar, narigi adirlarimiz ham bor. Xo'p, mana ko'rsanglar bo'ladi, mana sanatoriyalarimiz. Kelib dam olaman desanglar, men tayyorgarlik ko'rib qolaman. Shu bitta sho'rva qilib bera olaman xolos. 200 ta kelsa ham, 400 ta kelsa ham, shu hammalariga. Yana o'zingizlar taklif bildirasizlar. Ha, bu davolash fakulteti uchun ham, pediatriya fakulteti uchun ham. Sen mashinani olib kelib. Demak, uchun ham mana sanatoriyamiz bu yoqda. Mana. Xo'p. Keyinchalik bu yerda o'sha endi bu yer o'zi turizm markazi bo'lgan, lekin shu o'zimizning vrachlarimiz orasida, birinchi kursdoshlarimiz orasida shu narsani keng yoyib, keng targ'ib qilish uchun aytyapman. Xo'p. Mana hozir sizlarga yana manzaralarni ko'rsataman. Bu yerda endi tozalab yig'ishtirishlar ketyapti. Hali menimcha biror oycha davom etsa kerak. Yangi yana archa ekamiz 20 mingta dedik. Lekin 20 mingta ekamiz 10 mingta quriydi deyapti. Yana 2 mingta bir oshcha ham qurdi deyapti. O'zimiz pitomligimiz bor, ko'chadan ham sotib olamiz. Ko'p bemorlarimiz ehson qiladi. Sent qo'yamiz deyishgandi, menga qo'ydirmadim. Dastlab Covidda juda ahvolim og'riyotgan, o'pkamni 85% chirib ketib, paralejniy bo'lib, fiziologik chiqaruvlar usholmasdan yotganman. Mana shu yerda yurdim, o'zimni tabiiy dorilarimni chiqardim. Nisbatan yaxshiman. Uchun sizlarga ham bo'lishmoqchiman. Mana bu joyda dam olayotganlar bor ekan, xohlasa so'raymiz, xohlamasa yo'q. Mana shu joy. Mana ko'ryapsizlar. Uzoqlarga ko'rsataman. Endi har qalay havosi yaxshida, nafasingizga yaxshi foyda beradi. Mana. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Nima o'zgarish? Bu o'zimiznikilar-ku. Bo'ldi, sizlar taniyman. Ko'zim uzoqda olmaydi. Havosi qanaqa? Bozorga qarasiz deyapti. Bozorga mayli. Bo'ldi. Ha, narigi adirimiz. Mana u yoqda ham archa ekilgan. Bu yoqda ham archa ekilgan. Mana yozga ishlaydi, ishlamaydimi? Hamma joyga nima qilganmiz? Tumanli sug'orish, bilmayman ishlaydimi. Bu yerda
tashlagan pulingiz 1 yil yetmay yo'qolib ketaveradi. Voy xudoyim. Mana sanatoriya. Mana katta asfaltga chiqdik. Xo'p, men narigi tomonlarni ko'rsataman. Narigi adirdan vahshiy dahshat ko'rinadi-yu. Hammamizga tinchlik, omonlik, xotirjamlik. Ha, aytsanglar bu o'zimizni umumiy to'planadigandan tashqari bu. Bu turizm, tog'li sayohat uchun. Soat ertalab 10 ga kelsak, 6 gacha dam olib ko'rib ketsalar bo'ladi. Lekin hammamiz teng kelishimiz shart. Ha, yana xohlasanglar muzika ham uyushtiramiz. Bu ham o'zimdan. Qo'shimchasiga yana mana olyapman. Bu demak shu narigi tomonlar ham bizga qarashga chekilyapti. Bu yerda boshqa o'simliklar bor edi, hozir ekyapmiz. Mana bu yerda ham archason. Narigi tomonda ham archason. O, narigi tomonda. Mana shu yerda ham katta archason bor. Mana mayoqda katta archasonimiz bor. Xo'p, narigi tomonda. Chun bu yer mana juda go'zal manzara bo'ladi. Hozir endi bu yerlar nimagadir odamni nafas olishiga yaxshi ta'sir qilmaydi. O'zimiz Andijondagi xuddi mana shu joy. Lekin haligi joyida ajoyib odam tiklanib ketadi-da. Shunga imkon qilganlarga shu yerda, tabiatda, yovvoyi tabiatda dam olish tavsiya qilib beraman. Mana qurigan archalarimiz. Yoppasiga qurigan. Mana hammasi archa. Faqat 500 taga yaqin archa qurigan. Bitta ikkita ko'kimtir qoldi xolos. Narigi adirlarda ham shunaqa. O sanatoriyani pastda ham ko'p qurib ketibdi azbi. Mana shular 15 yil oldin ekilgan archalar azbi. 15 yil. Mana kuniga 12 litr sut beradigan qo'yim. O nima deydi? Qo'yim. Kuniga 12 litr sut beradi, ikkita bola tug'dimi? Faqat ikkovsi ham qo'chqar ekan. Endi nari durper qo'ylar. Uni nari qo'ylar chiqarib yubordilar, zotlilar alohida qolsin. Tushundinglarmi? Mana tuyamiz yaqinda tug'adi deyapti. Mana 3 ta oq eshak olib kelganmiz. 3 tami, 2 tami? 3 ta. Shu oq eshaklarni chiroyli qilib yuvib, bularda demak dam olish uchun. O, 3-chisimi? Yangi kelgan. Hozir nari qo'ylar chiqib ketganmi? Ha? Baqqalab chiqib ketgan. Baqqalab chiqib ketgan. Ha. Bu echki yangi keldim. Echkilarimiz bor edi zotda. Hammasini 50% dan ham kam narxiga sotib oldik. Chunki echki hamma archalarimizni qajib qo'ydi. Ha, yaxshi. Nechta qo'yimiz bor?